yuqumli xabar egasini hikoyalari juda ham qiziq. Bu hikoya asosida hattoki kino olsa ham bo'ladi. Patsientkam birinchi marotaba menga murojaat qilib kelganlarida ikkilamchi bepushtlikka shikoyat qilgan edilar. Bir marta homiladorlik bo'lgan, ammo homiladorliklari ham rivojlanishdan to'xtagan edi. Shundan keyin homiladorlik kuzatilmagan. Tekshiruv natijasida ularda turmush o'rtoqlarida muammo borligini aniqladik. Eko muolajasi qilishga qaror qildik va juftligimizni ushbu muolajaga tayyorlashni boshladik. Eng qizig'i keyin boshlandi. Eko protokolini boshladik, ya'ni tuxumdonlarda folikulalarni o'stiradigan dori va vositalarni berishni boshladik va punksiyaga bir necha kun qolganda patsientkam Firuz Nurg'ayevna, men eko qildirmaydigan bo'ldim. Biza er-xotin ajrashmoqmiz deb keldilar. To'g'risi ochig'ini aytaman, ko'zim peshonamga chiqib ketdi. Qanday qilib shuncha narsani qilib qo'ydik? Bir tomondan mehnatimga achinaman, ikkinchi tomondan nimaga juftlik insongina ajrashib ketishi kerak degan xavotir bo'lgan edi. Shunga qaramasdan tuxumdonlardagi folikulalar ancha yetilib qolgan. To'xtatib qaytarishga shuncha qilgan mehnatimiz, qilingan dorilar uvvol. Shuning uchun punksiya qilib tuxum hujayralarini muzlatib qo'yamiz, mayli turmush o'rtog'ingizni urug'lari bilan urug'lantirmaymiz deb ular bilan kelishdik. Punksiya kuni 20 ta hujayra olishga muvaffaq bo'ldik va patsientkamni yana yonimga olib, yaxshilab o'ylab ko'ring. Tuxum hujayrani muzlatib qo'yganimizdan ko'ra embrion muzlatib qo'yganimiz afzal. Turmush o'rtog'ingiz bilan tezgina yarashib, turmush o'rtoqlari eshikning orqasida turgan edilar punksiya kuni ham. Tezda turmush o'rtog'ingiz bilan yarashib kelishinglar, hech bo'lmasa olingan tuxum hujayralarni yarmini urug'lantiraylik, maylini yarmini muzlatib qo'yamiz dedik. Patsientkamni bu narsaga ko'ndirdim. 20 ta hujayradan 18 tasi yetuk hujayra chiqqan edi. Shundan 8 tasini urug'lantirdik, 10 tasini muzlatib qo'ydik. Urug'lantirilgan 8 ta hujayradan 6 ta a'lo sifatli embrion oldik va alhamdulillah ekish vaqtiga kelguncha er-xotin yarashib olishdi. Bachadon ichiga embrion ko'chirib o'tkazdik, ammo birinchi embrion transfer amaliyotimizdan so'ng ijobiy natija olmadik va qayta ikkinchi marotaba embrion transfer o'tkazganimizdan keyin patsientkam homilador bo'ldilar va 9 oy bizani nazoratda bo'ldilar. Bugun esa o'g'il farzandli bo'lganlari haqidagi xushxabarni biz bilan bo'lishdilar. Ota-ona bo'lish tarixi faqat kasalliklardan emas, balki bir dunyo ruhiy kechinmalardan ham iborat. Ushbu hikoyalar biriga o'xshamaydi, ammo bir-biridan qiziqarli. Eng asosiysi ushbu hikoyalar har doim happy end bilan, ya'ni baxtli yakun